Bugunmi davomliq atgan qopqan bir kun og'aynam usulini tutparda xushalliqida. Oddiylam shu binoni mep qo'ydik a. Yanlam sinib kirsam hech kim yo'q sinibda. Shundaq fayzi, shundaq rahat. Bugun yana davomliq butun kitob o'qiyman. Bu kitob haqiqatan fayzgaligini jiq narsalarni o'rganib oldim. Kitobni o'qib bo'lib tashib qarsam oppaydon olib ketibdi, tamoq yeb kiray deb tamoq yilmang dem og'aynam bilan. Sinib kirsam jiq savodashim kirib qolmabdi. Miya damal lanchovan og'aynam bilan yan bir kilishgan savodashim jiqraq qilib qo'ydim a. Joyim kim o'ltirib bo'lib tonjorim o'likda dili desam uzun bo'liblam xo'balgisini chiqirdi. Xushal. Mushta xushallik ichida 1 soat darsni boshlab ketdik mana. So'ming birodarim uxlab qopdi-ku. Muallim qopqizib bitta savol so'rganti javob berib, kechgashlab bu javob bermay o'ng'a so'l qarab yuriydi. Masani g'azab ching olgantim bijilan yezib kitoblarni yitib qo'yatdim-a. Dam 2 soat dars boshlanib ketdi. 2 soat darsni anglashni boshlab ketdik. Masatga bak amroqchi mo'min ma'lum degan vahshat ching pay so'zlab turdi. Shundan burungi darsni tükkanti hoziramiz yenib oshxonaga tamoq yegilmandik. Tamoq yeb bo'lib og'aynamgin sopin tatib bagilmandim bu xushal-a. Bugungi sopin tatishni boshlab ketdik. Mushtaq mazroq tatimiz shu. Bu bak kelishga bo'lib ketdi lekin. Hamdan sopinsini tatib hozir maktabga kelib mandik. Qaramut tushga hozir endi tushdan keyingi darsga mandim. Tushdan keyingi 1 soat darsni boshlab ketdik. Bu soat jisvanchi ketdi. Mas jisvanchi dars bak amroqchi bo'lman. Bahsat qiziqman mas jisvanchi darsga. Masa darsmi shundoq ichik oxirlashdi. Hozir 1 soat dars qarab mandik. Masa dars bo'lib qolsa mas shiyanchi deyilgan to'q bizga shiyanchi chiqdi hozir. Shiyanchi kirsam jiq savodashlarimni kirib qopdi. Men bu o'rindan birini deb o'ltirib bugungi eng oxirgi soat darsni boshlab ketdik. Miyada savodashlarim bundoq shibin gap qo'ydim. Hech qanday savodashlarim bis-bisdan chiroyli bis-bisdan shundoq umoq. Miyadan savodashlarim bilan bundoq shibinlarni ep ketdim. O'zimni baxushal savodashlarim baxushal chiqib. Yana masoatishim bularmi deya yeni usul o'chib ketpardi. Diskolarga o'ynab qattirib chiqib. Haqiqatan bak payz o'ynaykan lekin. Masa darsim sat yaxshi oldim-a, tushunmasam lekin bijilan qattirib yozdim-ku. Bu soat darsim tugdi, hozir hammamiz tamoq yegilmandik oshxonaga. Teshik chiqsam qorong'i tushib ketibdi, ham bak so'qqa. Sizlarningmi so'qti qalin kiyinib og'rib qolmasliklarini umid qilman. Qo'rqmay zishon qilsanglar bo'ldi do'stlar, haqsiz holatda tushunishtirman. Ko'rganingizday do'stlar, kuni mushtaq zishon qo'yatgan do'stlarim bakchiq. Mushtaq bizning shamon qilsam bo'ldi. Tashu aytdimdan foydalanib azroq o'zimga kirma yarasam bo'ldi deydigan bolalar, qo'rqmay men bilan aloqalasang bo'ldi. Men sizga mash bizning shamoni shundoq inishga to'g'ri holatda tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Hamsa filmchilik ko'rishaylik. Bugungi videomiz mishada axlasin. Xayr xo'sh.